Hammalarga assalomu alaykum. YouTube ahli, mening ikkinchi videomga xush kelibsizlar. Sizlarga aytgandim, ikkinchi videoyim keyingi, ya'ni ikkinchi sostavim obzori bilan bo'lib o'tadi deb. Lekin hozirda u sostavga kira olmadim 121, lekin o'ylamayman, voy jinni 120 sostav akkaunt ketdi deb o'ylamanglar. Yo'q, kirsa bo'ladi, shunchaki bu sostavni o'chirib tashlash kerak. Bilmadim, shunaqa bo'lib qoldi. U yer 99 yo'q, 99 121 duvdi deb o'ylamanglar. Prosta zaminaga musronchilarni qo'yib qo'ydim o'sha payti. Uni kirsa bo'ladi, prosta bu sostavni o'chirib keyin kirish kerak. Uni kirsa bo'ladi вообще-то. Mana hamma o'yinchilar 121 yoki 121 dan tepa. Mana ko'rib turishinglar mumkin. Plus mayli, baribir o'chib ketsa ham achinmayman. Juda ham ko'p sostavlar o'chib ketgan, lekin bu o'chmaydi chunki akkaunti bor. Xullas, ketdik. Open pack. Bu uyda open pack bo'lar ekan. Keyin xullas ketdik. Yana 5 bo'ldi. Yaxshi kerak emas. To'rmashdan tortib ketdik. Workout ko'ramizmi? Ko'rar ekanmiz. Kumillar workout bo'lsin. Kumir. Oddiy. Tizi. Kam 115. Mashdan yana bittachi. Nima Timothy yerda? Mayli. O'nta yurdi. Tak, meni kallam ishlaydi va bu yerda o'shaning sababiga 2000 so'mga olamiz deb bu yerga o'tib mana shu yerdan ochamiz. Faqat duye deydimi? Duye pasajida o'ynamasmi? Mayli, qo'yamiz. 100 bu yurpumi? Nimada bo'lardi? Bor ekan. O'yiga buni qo'yamiz. Va bo'ldi, sostavimiz уже 110. Xullas, keyin hozir yana bitta samosiyotkalar to'plab kelaman. Xullas do'stlar, men yangi akkaunt ochdim, ya'ni Veyron nuqta tepada o'rtadagi nuqta va FC. Chunki bu nickname hech kimda yo'q ekan va sizlar tezroq topib qidirishingiz uchun mana shuni yangi akkaunt ochib kiritdim. Va bizda Open Case'ning davomi topib keldim draft mana shu samosiyotkalarni. Kim berdi? Marquez, Stones, Savic, Suzuki, xullas yana bir o'yinchilar. Qaysini ochamiz? Men mashina ochgim kelyapti. Ketdi. Timothy yurishga nima bor? Endi Timothy'ni o'zinikini ochamiz. Yo'q. Ketdi. 40 ta yurdi. Bu degani 116 plus minus bilan. Ko'ramiz. Fransiya. Kam. Monaco. Va bu aytdimku 116. Mana shundan mayli yana bitta bosamiz. 45 bo'ldi. Yo'q. Tak, endi marketga kiramizda bu yerdan 2000 taga bittani olamiz. Va o'shandan connect go video olinyapti. Okey. Hali open case umuman tugamadi. Hali yana ko'pgina case'larni ochamiz. Yana o'shancha. Men hozir yana bitta case'lar to'plab kelaman. Do'stlar, xullas, open pack videomizni davom qildirib nima deyapman? Xullas, open pack videomizni davom qildiryapmiz va bu yerda bizda yangi sabita, ya'ni La Liga sabitasi qo'shilib keldi. Уже 3 kundan beri video yuribman. Open pack videosini va bu yerda bizda yangi sabita kelgan. Bu yerda bizda legendarniy Kylian Mbappe 156 tezlik, onu bilasizlar qanaqa yugurishini, 27 yosh ekan. Va Pedri 23 yosh, Pedri kichkina ekan. Statlari yaxshi, pozi 150 zo'r.
va bu yerda Lamine Yamal 154 tezlik o'rsochiga qaraylar. Yo'q, bu sabitada uncha o'xshatish olmabdi. O'zi ham deb qo'yapti. Okey. Tak, bu yerda bizda Marcos Llorente, Mourinho, mana Jose Mourinho deb. Keyin Romenio, xullas o'shalar. Tak, biz endi bu yerdan samochitlarni olamiz. 4000 ta. Yangi kelganimiz uchun da undan boshqa narsani kutmasdik. Xullas, okey. Kiramiz. Go. Nechtadir yurdi. 30 ta yurgandir. Portugaliya. Tap Sporting. Ronaldoni yosh vaqti. Tak, endi biz bu yerda aqllichilik qilib dodga o'tamiz. 2000 tani olamiz va pasrog'iga tushib, buni bosib, videomizni 2000 totni olamiz. Dodga o'tamiz, nimalar bor? Donat. 3000 taliklar. Okey. Ben yapmayacağım aşağıya çıkıp turuşu. Okey. Xullas, bizda unga qo'shilib yana Fransiya nimasi kelgan. Nima deyishadi buni? Xullas, story ishqilib o'shanaqasi kelgan. Bitta savol javob bo'lar ekan. 98 olgan, bilaman u. Men Fransiya ish qilyapman. Okey. World Cup. Zidane. Ibi. Anri olgan. Xullas, uni bilolmay qoldim. Man galereyaga kirsak, Fransiyadan Zayniddin Zidane'ni olmoqchiman va boshqa sostavimga olmoqchiman uni. 1,5 ming. Chotam. Qimmatroqman deydi-yu. Okey. Ko'ramiz harakat qilib. Yig'ganimiz. Okey. Tak, bitta oz yana samochitga to'plab kelaman.